Hurmatli tomoshabinlar, mana ko'chatlarni erta yetishtirish va kattaroq 18 ga 27 o'lchamdagi salofan paketlarga ekib erta hosilga erishish maqsadida sizga videorolik taqlayapmiz. Bunda 5 kalım salofan paketimiz ekish jarayoni 8-yanvar holati bo'yicha bo'lgan, ekilgan pomidor ko'chatlarimiz mana o'tkazamiz paketlarga. Salofan paketlarga 5-fevral sanasida mana bu qanday amalga oshiriladi? Ko'chatni paketga o'tkazishda yerda o'zini tuprog'idan foydalanamiz. Mana kovlab oldik. Olingan tuproq mana toshlari bilan, hamma narsasi bilan hech qanaqangi nuri, biogumuz qo'shganimiz yo'q, chunki yerning o'zini tuprog'ining ozuqasi yetarli darajada. Yerga o'tkazgan paytimiz ham moslashuvchanlik oson bo'ladi. Agarda nurini biogumuz ichiga to'liq ekib yerga o'tkazsak, yerga o'tkazilgandan so'ng ko'chat charchoq bo'ladi. Chunki o'sha ko'chatlik paytidan olingan ozuqa yetarli bo'lmay qoladi. Agarda mana shu tuproq holatdagi ozuqa bilan ko'chatlarimiz ko'karsa, bu moslashuvchanligi yaxshi bo'ladi. Xo'sh, buni qanday amalga oshiramiz? Paketni olamiz. Tuprog'ini solamiz. Buni ekishdan oldin teshikcha osilib qolishi kerak. Suv chiqib ketadigan holatda. Bunda paketni mana ikkita yonboshi bo'lsa, mana shu yonboshidan ochish kerak. Mana kanselyarskiy pichoqchada ochyapmiz. Bitta bosib kesdik, ikkinchi tomonidan bosib kesamiz. Bo'ldi. Mana shu holatda havo o'tib suv chiqadi mana. Buni joyiga joylashtiramiz. Mana endi xo'sh, oddiy rekada joy ochib olamiz. Joyni chuqurroq ochish kerak. Nima uchun degan savol tug'iladi.
uchun degan savolga mana ko'chatlarimiz ko'karib chiqdi, o'sdi. O'sgandan so'ng mana ko'chat o'zida tomiri bor. Tomir yeganotlarni olib tashlaymiz. Bu tanasi ham tuproqqa kirishi lozim. Shunday holatda ko'chatimizni tanasidan ham tomir chiqaradi. Tomir ildiz baquvvat bo'ladi. Shunday holatda. Erta bahorga hosil beradigan, erta hosil beradigan usul deb hisobladim. Shuni shu yil sinab ko'ryapman. Kanalni kuzatib borsalaringiz jarayondan to'liq xabardor bo'lasizlar. Kanalga obuna bo'lib qo'yingizlar. Uzunrog'ini chuqurrog'iga tashlaymiz. Mana shu tarzda ko'chatlarimiz ekilyapti. Ko'chatlarni mana bunday press qilib qo'yamiz qo'l yordamida. Birinchidan joy egallashi kam bo'ladi, ikkinchidan bir-biriga jips holatda bo'lsa, tomondan, ildiz tomondan sovuq aylanishi yo'qoladi. Yana bir tomoni buni chuqur kovlab ekyapmiz. Mana. Chunki bu ildizni issiq ushlashga ham katta yordam beradi. Ko'chatlarimiz bodring ko'chatlarini ham mana shunday o'stirib olganmiz. Buni ham ekish jarayonlarini video qilib boramiz. Fantina F1 navli bodring ko'chatlari. Bolgarskiy ko'chatlardan ham mana shunday usulda yetishtirib erta meva hosil olishga yetishganimizni videolarni kanalda qo'yib boramiz. Bu pomidor Sakata firmasining Suzana Plus navli pomidor urug'idan ekilgan. Bu paketlardan olib ko'chatni joyiga o'tkazish, paket mana shu yirtilgan joyidan shunday yirtib yuboriladi. Yirtib olib tashlanib, tuprog'i bilan o'z joyiga o'rnatiladi. Bunda ildiz ochilmaydi. Ikkinchidan, mana shu
katta paketni ichida ildiz ko'payadi, yerga ekilgandek holatda bo'ladi. Biz joyiga o'rnatish paytida bu gullab hosilga kirgan holatda bo'ladi. Mart oyini 25lariga joyiga o'rnatish rejasidamiz. Fevralda 15, 20, 10, 20, 10 aprel, 20 aprel oralig'ida hosil pishishi kutilyapti. Agarda 10 apreldan 20 aprelgacha hosilni pishirib olsak, bu bizning yutug'imiz bo'ladi. Bu ochiq dala pomidori. Bu kichkina paketlarga ham o'rnatganmiz. Bu bo'yi o'sib ketyapti. Masalan, yorug'lik yetmasa bundan ham o'sadi. Hozir bo'yi o'sishdan to'xtadi-yu, shonalab boshladi. Mana ko'chatlarimiz, hech qanaqa dori, qo'shimcha o'g'itlar berilgani yo'q. Yerning, tuproqning o'g'iti bilan shu darajaga erishdi. Bargla boshladi. Bu yaxshi jarayon degani. Agarda kimda fikr, mana shunaqangi takliflar bo'lsa, izohlarda qoldiring. Fikr almashamiz, tajriba almashamiz. Kanalga obuna bo'lib qo'ysalaringiz, bundan-da keyingi yaxshi yangiliklardan xabardor bo'lib borasizlar. Hosilga kirgan jarayonlarida ham xabardor bo'lib, ma'lumot almashib boramiz. Bu yaxshi uslub deb o'yladim va shu yo'lni tanladim. Xudo xohlasa, keyingi videolarda bu pomidorlarni, bolgarskiy ko'chatlarni, bodring ko'chatlarni qanday hosilga yetkazish tajribasi haqida keng ko'lamda ma'lumotlar ulashib boraman. Kimdir bir tajriba o'tkazish uchun ancha sarmoya tikadi, ancha vaqt yo'qotadi. Buni men kichkina issiqxonachada tajriba o'tkazib, ko'pchilik ziyonga yetmasdan mana shu tajriba orqali ma'lumot olib, o'zini dehqonchilik sohasidagi bilimlarini oshirib, amaliy tajribalarni oshirib, to'g'ridan to'g'ri mana shu sohani yo'lga qo'yishiga ko'makchi bo'lay degan maqsadda videolarni o'rnatib bormoqdaman. Xudo xohlasa, yaxshi natijalarga erishamiz. Barchasi sizlarning qo'llab-quvvatlashlaringizga, duolaringizga, maslahatlaringizga ham bog'liq deb o'ylayman. Barchangiz uchun kattakon rahmat e'tiboringiz uchun. Videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yishlaringizni so'rayman. Barchasi uchun rahmat. Keyingi videolarimizni kutib qoling.